Bugungi zamonda ko'pchiligimiz aynan menga o'xshab mana shunday kompyuter oldida kun bo'yi ishlayotganlar ham bor, o'tirgan holatda yoki kun bo'yi tik oyoqda ishlayotgan mehnatkashlarimiz bor. Lekin ko'p mehnat qilyapmiz. Bir narsani unutmaylik, bizga berilgan sog'lik ham albatta omonat. Bunday vaziyatda sizga 14 xil giyohlar bilan boyitilgan tabiiy xonimon asalini sizga tavsiya qilaman. Chunki bu asal bizdagi immunitetni ko'taradi, jigar va buyrakni tozalashda, qon tomirlarini kengaytirishda, qonni suyultirishda juda ham ijobiy natijaga ega. Ko'p mehnat qilyapsiz azizlar, shuning uchun sog'lig'ingizni ham o'z vaqtida qadrlang. Xonimon tabiiy kuch, sog'lom hayot uchun ishonchli do'st. 55 kodli 578 telefon raqamlari orqali mutaxassislarimizga bog'lanib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bu dori vositasi emas, balki biologik faol qo'shimcha. Buni ham kurs bo'yicha iste'mol qilinadi. Mutaxassislarimizdan qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.